Mashinamiz Spark 125 motor. Bu mashina zavod bo'lmoqda. Bizga buni tortib olib kelishdi. Bu ustaxonada bo'lgan, bunga avtomat korobka qo'yilgan. Короче, ko'p narsalar qilingan. Birlik motor miyasi turibdi bunda. Zastonkalar. Xullas gibrid qilib tashagan bu mashinani. Rosa sarson bo'lgan, ustama-usta yurib, buni hech kim zavod qila olmagan. Hozir tekshiramiz, diagnostika qilamiz. Xudo xolisa mashinani zavod qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Zavod bo'lgan holatini ham qo'yib beraman. Mashinamizni tekshirdik. Aybini topdik buni. Qani yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Hozirlar bilan zavod qilib ko'ramiz mashinani. Mashalloh, zavod bo'ldi mashina. Buni Sharqonda tortib olib kelgan. Bu mashina bari ustaxonaga ketadi. Sababi avtomat korobka dagansi qilinmagan. Uni korobka ochilishi bor, kim qo'ygan bo'lsa. Hozir egasiga topshirib yuboramiz mashinani. Biz ishimiz bitdi, Xudoga shukr. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaveringlar. Mashinalarni to'g'ri diagnostika qilib, aniq aybini topib beramiz.